O'pkalarda gaz almashinuvi sodir bo'lishini ushbu rasm bilan tasvirlash mumkin. Ya'ni bu alveolar pufakchalari, bu esa kapillyar qon tomirlari, bular esa to'qimalar. O'pkalarda gaz almashinuv jarayoni diffuziya usulida amalga oshadi. Diffuziya usuli bu gazlarning bosim konsentratsiyasiga mos ravishda o'tish usuli hisoblanadi. Ya'ni alveolar pufakchasi tarkibida atmosfera havosidan kirayotgan kislorod miqdorining foizi ko'p. Hozir ta'kidlaganimizdek, atmosfera havosida kislorodning konsentratsiyasi 20,94% ni tashkil qiladi. Karbonat angidrid gazining miqdori esa 0,03% ni tashkil qiladi. Uni o'rab turgan kapillyar qon tomirlarining devorida esa aksincha, karbonat angidrid gazining miqdori ko'p, ya'ni 4% ni tashkil qiladi. Kislorod miqdori esa 16,3% ni tashkil qilyapti. Alveolar pufakchasida esa kislorodning miqdori 20,94% ni tashkil qilsa, karbonat angidrid gazi esa 0,03% ni tashkil qiladi. Shunga ko'ra, kislorodning foizi alveolar pufakchasida ko'p bo'lganligi tufayli ular o'z konsentratsiyasiga mos ravishda yuqoridan past bosimli, ya'ni kapillyar qon tomirlariga o'tadi. Kapillyar qon tomiri devoridagi ichki qismidagi karbonat angidridning miqdori alveolar pufakchasidagi karbonat angidriddan yuqori bo'lganligi tufayli ular diffuziya usulida alveolar pufakchasiga o'tadi va shu orqali gazlar almashinuvi sodir bo'ladi. Bu holat to'qima va organlarga yetkazilganda buning aksini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni kapillyar qon tomiri devoridagi kislorod miqdori to'qimalarnikidan yuqori. Shuning uchun kislorod o'z navbatida to'qima va organlarga o'tadi. Ulardagi karbonat angidrid miqdori esa to'qimalardan yana kapillyar qon tomiriga o'tadi. Chunki ularning karbonat angidrid miqdori qondagi karbonat angidrid miqdoridan kam. Bu usul ham diffuziya usulida amalga oshiriladi. Kapillyar qon tomirlaridagi karbonat angidridga to'yingan venos qon yana o'pka alveolalariga keltiriladi va u yerda yana gazlar almashinuvi jarayoni sodir bo'ladi.